kelibsiz. Bugun bizning 4-sinf o'quvchilarining baxtli bolalik deb nomlangan tadbiriga barchangiz xush kelibsiz. Marhamat qilib 4-sinf o'quvchilarini davramizga taklif qilamiz. Olqishlab turamiz. Marhamat. O'qituvchilik eng murakkab san'atdir. Endigina qalbi jo'shla boshlagan bolalarning ishonch va hurmatini qozona bilish o'qituvchidan buyuk mahorat talab etadi. Buyuklarning buyugi sen tufay yo'lim charog'on, ma'rifatning bulog'i ochgan ey zobash inson. Sohib Qiron bobomiz Amir Temur 3 holatda zudlik bilan otdan tushar ekanlar. Ustozni uchratib qolganida, nur bo'yaklarni yerda ko'rganida va qabriston oldida o'tayotganida, demak, Sohib Qiron muallimlarga nisbatan juda hurmatda bo'lgan. Bu ulug' zotdagi ezgulik va insoniylik xislatlarini ota-onasi va ustozlar tarbiyalagani bizga tarixiy manbalardan ma'lum. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. O'quvchilarimizni tabriklash uchun so'z navbatini maktabimizning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Moqchixra opaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar, aziz bolajonlar. Mana bugun 4-sinflarning bitirish kechasi. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu bolajonlarga uzoq umr, baxt, saodat, ijodlarga, o'qishlariga, ishlariga barkamollik tilayman. Kelgusida ota-onalarga, xalqimizga xizmat qiladigan buyuk insonlar bo'lib yetishishlariga tilakdoshman. Har doim sog'-salomat bo'lib, hammamiz yuzimiz yorug' qiladigan, ustozlarning yuzlarini yorug' qiladigan, ustozlarning mehnatlarini oqlaydigan farzandlar bo'lib yetishsin. Bugun sening bayraming aziz bolajon. Umr jabhalaringda birinchi chechak, she'ringni balandroq kuyla bolajon. Seni kutayotir baxtli kelajak. Bayraming boshingda hilpirar, porlagan istiqlol mash'ali. Bayraming boshingda hilpirar, porlagan istiqlol mash'ali. Tashrif buyurishgan. Bugun o'quvchilarimizni bu joylardan Javohirjon va Zarinaxonning bu joylariga so'z navbatini beramiz. Xo'jonamiz bolalarga o'zlarining katta hayot qadam qo'yishyapti. O'zlarini duolar beradigan umiddaman. Marhamat.
kimga yoqqan kimga yoqmagan, yonsa yongan toshdek botmagan, bir bo'lib so'lib yotmagan. Ey, men toshgan bir shoh qizman, men toshgan bir shoh qizman, men toshganman, nozanin bir gul yuzman, men toshganman, dilfuzasi olov qizman, men toshganman, nozanin bir gul yuzman, men toshganman, dilfuzasi olov qizman.
aman aman aman. Yangratamam lasgini yalla qilib Ko'zim qizargan, uyalganida yurakina mazoblarida Arqning bo'yida Meysalar ochildi malakning o'yida Kecharsa o'ynabmiz sadirning to'yida Ko'zlarim chaqnaydi